Tak, ranglari oq, lekin rangi oq emas. Quyoshda qizil bo'ladi, qorong'i tushsa qora bo'ladi degan shunaqa xamilo rang qilingan. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun bozorimizga Nexia 2 mashinamiz kelgan. Yurgan masofasi 600 ming kilometrni bosib o'tgan. Lekin motor juda charchagan, motor qilinmagan ekan, hadavoylari ham juda charchagan. Baloni teshilib qolgan ekan, eshak aravani balonni qo'ygan ekanlar. Salonlari ham uncha ideal holatda emas. Tak, ranglari oq, lekin rangi oq emas. Quyoshda qizil bo'ladi, qorong'i tushsa qora bo'ladi degan shunaqa xamilo rang qilingan. Xullas, egasi bilan gaplashadigan bo'lsak, balonlari o'rta holatda, hadavoy qilingan, diskalari bor. Motor holatiga keladigan bo'lsak, akajon bu 1.6 mi bu? 1.6 aka. Shuma izolyatsiya qilingan ekan hamma joyiga. 4 ta eshik, oldi kapot, orqa kapot. Akajon qancha qilib beramiz? Besh oling. 4800 deyapmiz aka. 4800? Oxirgi taqalgan shunaqa narx ayting aka, keling bu yoqqa kelib oling. Oxirgi narx ayting. Shu narx aytganingizdan keyin mashina sotilib ketsin-da, uyda yotmasin. Ismingiz nima? Bekzod. Bekzod aka, sizlar agar bu anovingizdan kelayotgan bo'lsa, 4.5 beraman. Aniq 4.5 ha, naqdga. Naqdga aka. Akajon telefon nomeri aytasiz. 93lik Aha. 072 90 57. Akajon sog' bo'ling, charchamang. Mayli.